7-avgust kuni hurmatli sudya menga Rismatov Shahzod qo'ng'iroq qilgan va aytganki, "Aka, 5 sotiqli uy bor. Shuni sotmoqchimiz. Bizga yordam qiling sotishga. Meni yaqinlarimni uyida sotishyapti. Menga iltimos qilishdi sotishga" deb aytdi. Men aytdimki, "Qayerda u?" deb. Menga batafsil ma'lumotini aytdi. Sir emaski, mana dvoyurniy akam uy quradi. Kichkina uylar, bir xil agar 1.5-2 sotiqli uylar qurib, endi sotishadi, bozori chaqqon. Shu sababli jo'natgan aynan kadastrini men okamga jo'natdim, qarindoshimga, uy qurib sotuvchi. U ko'rdida kadastri aytdiki, "Ha, men bilaman bu mahallani, qayerda. Yer, zemlya kvadratni, rovni, 2-3 rovni uy tushirib qura olaman" deb aytdi. Undan so'ng u aytdiki, "Men hozir narxlayman, senga narxni aytib o'raman" deb. Narxlagandan so'ng menga 240 ming men Rismatov Shahzodga narxladim. Endi albatta bozor bo'lganda, "Aka, ozgina qo'shing deyishyapti, ozgina nimadir yana ko'paytirsa bo'ladimi summani" degan savol berilgan paytda, "Yo'q, 240 ming agar rozi bo'lsanglar, beringlar, yoki rozi bo'lmasanglar, e'tiroz yo'q" deb aytilgan. Shundan so'ng 7-avgust kuni ular telefon qilishyaptiki, Shahzod telefon qilyapti, "Aka, rozi bo'lishdi. Bu narxga berishga tayyor. Notariusda ko'rishamiz" deb kelishildi. Notariusda obyektga telefon qilinganda, "Notarius tayyor, aka, birinchi notarialniyda ko'rishamiz" deb aytildi. Men bir joydan pul olib ketishim kerak edi. Pul olib ketganimni bir o'zimni xat hujjatim ham bor va odam tasdiqlab ham bera oladi, bir joydan pul olib ketganim. Shundan so'ng taxminan soat 3larga yaqin birinchi notarialniyni anaqasiga kirib keldim, stoyankasiga kirib keldim, chunki kirib kelayotganda aniq esimda bor. Soatga qaraymiz, biz parkovka qidirayotgandik sho'pirim bilan. Yonimda notariusga kelishdan oldin bir akamizdan xat hujjat qilib pul olib ketganman. Xullas, notariusga kelganimdan keyin meni o'zimni dvoyurniy opam notariusda ishlaydi. Butun hayot, butun umrbod biz o'sha yerda barcha oldi-sotdi shartnomalarimizni qilganmiz. Men oldiga kirib keldim. Opacham ko'rdiki, "Ya" dedi, "O, Sanjar, с деньгами ты, o, cho" deb aytishni boshladiki, "Predatel, menda qilmayapsan" deb. Endi bu oilaviy bo'lganligi, men aytdimki, "Yo'q, men bu yerda sotmayapman. Men sotib olganman" deb, даже qarindoshimga ham aytdimki, "Ana uy xudo xolasa unga o'sha yerni sotib olaman-da, endi musulmonchilikga ham sotib olib ustiga qo'yib sotish aybi yo'q, tadbirkorchilik." Aytdimki, "Mansurga sotib olaman, u uy quradi" desam, "Voy" deb, "Kim ekan ahamiyat qiluvchi" deganda men aytdimki, "Shuhrat degan yigit ekan. Qayerda u?" dedi. Dedim, chiqdida ko'rsatib yubordi qayerdaligini. Men bitta hozir 10 ga kirasan, 10 ga yurasan, to'g'riga yurasan, 10 ga 10 tarafdagi kabinet edi. Notariusga ketayotgan paytimda salom alaykum qilib Rismat Hasanni ko'rdim. Ko'chada Hasanni ko'rdim, Hasan bilan so'rashdim, "Qara hamma" desam, "Aka, hamma ichkarida" deb aytdi. Sanchi, san qayerqa desam, u aytdiki, "Aka, biz obedga, voqchi ertalabdan hech yemaganmiz, qorni och, men obed qilib kelay" deb aytdi. Xullas, men kirib keldim. Yonimda sho'pirim bor edi. Kirib kelganimda birinchi notarialniyga kirdim, 10 ga qayildim. 10 ga qayilganimdan keyin birinchi eshik bor edi. Eshikka kirdim, eshikka shuni ochib kirganimda chap qo'lda bir yigit o'tirdi, notarius yordamchisi. To'g'rida ular barcha oilalar turgan edi. "Aka, kiring" deb aytishdi. Kirganda to'g'riga yurganimda, ular endi u как zal ожидания edi-da. To'g'riga yurdimda, chapga qayildim. Chapda ochiq maydon, arkalik. Chapga kirganimda o'sha yerda korичневый divan bor edi. Pismenniy stol, stiklanniy pismenniy stol. O'sha yerga o'tirganligim ham sababi konditsioner bor edi. Juda xona odam ko'pligidan juda xona issiq edi. Jazirama yozni issig'i, chilla payti. Kirganimda aytdimki, "Voy, bu yer uncha issiq" dedim. Keyin notarius
chiqdida aytdiki hujjatinglarni beringlar dedi. Endi hamma barcha oila a'zolar hujjatini berdi. Alimbayev Muhammad Amin aytdiki, "Mani pasportim qolib ketibdi-ku" deb aytdi. Pasportim qolib ketibdi. Dedi, u qanday qilib bu hozir rasmiylashtirishimizga hujjatingiz kerak bo'ladi. Kopiya bo'ladimi dedi. Yo'q, kopiya bo'lmaydi dedi. Keyin aytdiki, "To'xting" dedi. Hurmatli sudya, keyin bir narsani ham inobatga oling. Keyin notariusga aytdiki, "To'xting" dedi, "Pravam bor" dedi. "Pravam to'g'ri keladimi?" dedi. "Ha, bo'ladi" dedi. Xullas, notarius yordamchisi barcha hujjatlarni yig'ib ketdi. Keyin men o'sha soat 3 ga yaqin edi. Xullas, men o'tiribman, aytamanki, "Muncha issiq, konditsioner ana qilsa bo'ladimi?" deb men sal e'tiroz bildirishni boshladim. Chunki juda ham xona issiq edi. Juda ham terlab, jazirama issiqda kelayotgandim. Notarius keyin men xonadon egalari bilan tanishdim. Menga aytdi, "Sanjarbek, biz sizni bilamiz, uni ommaviy axborotda ko'rganmiz." Bunday deyishni boshladi. Men popkam bor edi. Popkamdan qora glyansiy paket yozuvlari bilan shuni chiqardimda, ichida 265 ming dollar pul bor edi. 265 ming dollar, chunki men bir joydan olib ketganman o'sha kuni va o'sha kuni yozib, biz endi tadbirkorchilikda hamma narsa xat hujjatda bo'ladi-da. Hisobga oldim, to'lovni berdim, ma'mur yuklari evazi yopildi degan xat hujjatlarim ham bor. 265 mingga oldimda paketni ichidan pul chiqardim. Ichidan 25 ming pul olib qoldim. Notarius yordamchisi bor edi. O'sha yerda bir eshikning tagida o'tirgan bir bo'yi uzun, такой здоровый, sochlari tipratikon suv berdi bizga. Suv berayotgan paytda sochlari ham ozgina bir ikkita tipratikon sochlar edi. У него пару седых волос еще между волосами тоже было. U suv berdi, ko'rdi, men pulni ichidan 25 ming pul oldimda stolga qo'ydim. Shundan so'ng bir vaqtdan so'ng уже anavlarni olib keldi. Arizani olib kelishdi bizga. Ariza ikkita dona ariza berildi. O'rganib chiqish uchun. Birinchi ariza, agar sizda ham delingizda bo'lsa, o'rganib chiqing. Birinchi ariza Alimbayeva Jamilaga berildi. Ikkinchi ariza otasiga berildi. Otasi Jamila aytmoqdaki, achkisi yo'q edi deb. Lekin shuni bir sudga aytmoqchimanki, otasini achkisi bor edi. O'shanda achkisini birinchi arizani o'qiyotganda o'qib, bir Jamila o'tirgan paytda Jamila начала громко это аризу читать. Arizada endi agar arizani iloji bo'lsa sizda ham mana kopiyasi bor, o'qib ko'rsangiz, arizada Jamila tomonidan yozilgan keyinchalik ushbu uy-joy bo'yicha hech kimga hech qanday moddiy va mulkiy da'vo qilmayman. O'zbekiston Respublikasining 488-kodeksi aytib o'tilgan. Undan tashqari arizaning matnini notarius huzurida o'qib chiqdim. Meni asl holish va talabimga mos keldi degan joyda mana hurmatli sudya qo'l qo'ygan va familiya ismini yozib borgan. Undan tashqari notariusda hujjatni imzochilarning shaxsi aniqlandi, muomalaga loyiqligi tekshirildi va shaxsiy muloqot davomi uning muomalaga loyiqligini shubha tug'dirmadi. Ushbu notarial harakat amal oshirish davrida notarial idora uning muomalaga loyiqligini haqida hech qanday ma'lumot bera oladi. Hech qanday опровержениyaligini demayapti. Shundan so'ng buni bergandan so'ng otasi o'rganib o'qib chiqdi. Mana sizga sariq bilan agar sud yordamchisi bir ko'rib o'rganib chiqsa bo'ladimi? Siz aynan o'sha joylarni. Muhtaram sudya e'tibor bering. O'zlari qo'l qo'ygan, o'zlari o'qib chiqqan va familiya, ism, otchествосini yozgan. Bu narsa delada bor. Tergov paytida barcha hujjatlarni taqdim qilganman. Endi aynan o'sha joylarni sariq flomaster bilan sizga
chizib chiqqan edim. Undan so'ng bu arizani o'rganib chiqqanimizdan so'ng yana suv so'radim. O'sha paytingda o'tirganmiz. Chunki birinchi yuklaganda notarius soat 3 dan o'tgandan keyin yuklaganda qandaydir muammo chiqib keldi. Qizil rang, krasnoy goritmi, qizil rangmi nimadir ham bo'lmadi. Adashmasam Svetdanmi qarzdorligimi yoki nimadirdan eslolmayman aniq. Lekin nimadirdan qarzdorlik chiqib keldi. Agar bir narsa muhtaram sudya, bir narsani ham e'tiborga olishingizni xohlaymanki, biz notariusda 2 soat o'tirganmiz. 2 soat davomida barcha hujjatlarni notarius taqdim qilgan. Soat 3 ga yaqin yuklagan bo'lsa, soat 5 dan keyin sistemada imzolangan. Endi yana suv olib kelayotgan paytda notariusni o'zi oldi sotdi shartnomani 3 ta ekzemplyarda olib keldi. Ko'rdi pul turganini, o'sha yerda mana shu oynali stolni ustida bir detallarni ham aytib o'tmoqchimanki, hurmatli sudya, oynalarning ustida pul tekshiradigan Sferouslužniy o'sha kompaniyasi bor ekan. Notarius pulni ko'ryapti-da, oldi sotdi shartnomasining 3 tasini taqdim etyapti. Notarius aytayaptiki, mana bizda mijozlarimiz uchun mana o'tirayotgan stollarning ustida mana shunaqa usluga bor. Xohlasanglar keladi, uyingizga, mana xohlagan joylarga, mana ma'muraga murojaat qilishingiz mumkin. Bank kupyuralarini ham nomerni qilib beradi, originalligini ham tasdiqlab beradi deb aytayapti. O'shanda men notariusga aytdimki, menda bu bunaqa oldi sotma tadbirkorchilikda menda oldi sotdi shartnoma ko'p bo'ladi. Menga aynan mana shu uslubga mana shu narsa kerak deb men 3 ta o'sha anaqasini olganman. Ular ko'rdida bittasini oldi. Shundan so'ng oldi sotdi shartnomani tarqatganda notarius o'zi xonadon egasi Alimbayeva Shahlo, xonadon egasi va mush o'qib o'rganib chiqdi hamda men ham o'qib bitta endi baribir tadbirkorchilikda biz juda shartlarga juda ham qattiq e'tibor beramiz. Shunda o'rganib chiqqandan keyin bir narsani ham e'tiborga olish kerakki, xonadon egasi Shahlo Alimbayeva o'chistosini kichkina harf bilan yozib qo'yganligi haqida ma'lumot bildirdi. Bu degani oldi sotdi shartnomani o'rganib chiqdi. Aytdiki hammaga, notarius huzuriga, notarius yordamchisiga, meni o'chistomni kichkina yozib qo'yibsizlar. Men o'zi asl o'qituvchi bo'laman. O'shanga men endi bunaqa harflarga ham e'tibor berishga majburman deb o'zi o'sha kuni men misol ularda birinchi marta dunyoda birinchi marta hayotda ko'rishim. O'sha kuni menga shunaqa bir ma'lum bor haqsiz. O'sha kuni men shu ma'lum bo'ldimki, o'qituvchi ekanliklari haqida. Shundan so'ng bular zamon перепечатка qilib kelishdi oldi sotdi shartnomani. Endi oldi sotdi shartnomangiz bormi sizda? Oldi sotdi shartnomaga bir narsaga e'tibor berishingizni xohlardim. 4-aynan punktida aynan shartnomaga imzo chekishdan oldin to'liq to'lov oldim va sotuvchiga hech qanday da'voyim yo'q. Shartnomaning asosiy mohiyati taraflar kelishuv baholashdir. Endi keyin notariusga kirganimizda bir vaqtdan so'ng hozir baholash bo'yicha gapiradigan bo'lsak. Keyin notarius savol berdi. U nech pul yozdingiz? deb. U nech pul yozdingiz? Dedi, men aytdimki, menga farqi yo'q dedim, nech pul yozgansiz. Keyin adalari aytdiki, biz keyin daromad solig'imi yo NDSmi to'lamaymizmi? Nech pul o'ziga kiritdingiz? deb notariusga savol berdi. Notarius aytdiki, qanaqadir inventarial narxi 370 million ekan. Inventarial narxini baholab qo'yib berdim. 2005-yil eski oldi sotdi shartnomangizdan so'ng inventarial narxda siz hech qanday notarius tushuntirib beryapti unga. Siz hech qanday
to'lov yoki daromad soliq yoki nima to'lamaysiz. Inventarial narxdan oshmaganligi sababi deb. Endi men o'zim tushunib o'sha yerda eshitgan holatim. Shundan so'ng yana bir narsani inobatga olishingizni xohlardimki, 8-chi aynan oldi sotish shartnomasida ushbu shartnomaga qadar ko'rsatilgan butun uy-joy hech kimga sotilmagan, garovga qo'yilmagan degan joyi bor. Nizoda bo'lmagan deb. Undan tashqari yana bir narsani ham juda e'tiborga berib, bu narsalarni nimaga men sizlarga aynan qaytarishim? Chunki bu narsani hammasini o'qib chiqishgan. O'qib chiqishganda qarang, 10-matnida bitimlarning haqiqiy emasligi to'g'risida O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksining 113, 124 moddalari mazmuni bizga notarius tomonidan tushuntirildi. Ushbu shartnoma yuqoridagi moddalar talablariga ko'ra haqiqiy emas deb topilishi mumkin emas. Chunki ushbu shartnomada tuzib chog'ida tomonlar shartnoma shartlari bizga ma'lum. Endi taraflarga hech qanday yomon niyat, mana endi я подчеркну, nima endi shartnomada 10-matnida batafsil yozilganligi, taraflarga hech qanday hech bir-biriga yomon niyat bo'lmagan va ushbu bitimni tuzishga majbur qilinmagan. Aytmoqchimanki, bu joyda muhtaram prokuror, hech kim bularga bir qandaydir bosim o'tkazib yo qanaqadir kuch ishlatib bunaqa holat bo'lmagan. Holatda gapirgan. Holatda endi bu yoq, buni holatdan o'qib chiqishgan bularda. Hozir men bu narsani davom etaman. Muhtaram prokuror. Bir narsa keyin notarius aytdiki, выселение o'sha biroq qo'yib berdim deb aytdi. Men aytdimki, 10 kun qo'ysa bo'lmaydimi deb aytdim-da, chunki mana nima deyapti u narsani olganman. Olib sotib olish maqsadida, tezroq pulimni yechib olish maqsadida-da, ochiqchasiga. Unda notarius aytdiki, 1 oy muhlat ichida chiqib ketishingizga majbur bo'lasizlar deb. Ular ham aytishdiki, mayli 1 oy bizga bering, Sanjarbek, narsalarimiz ko'p, yig'ishtirib olishimiz kerak degan gap bo'lgan. Adana Alimbayev Muhammad Amin. Undan so'ng 14-aynan matn oldi sotish shartnomasida nimani o'qib o'rganib chiqishgan. Ushbu shartnoma orqali garov yoki qarz shartnomani rasmiylashtirilgani yo'q. Balki butun uy-joy shartnomasini rasmiylashtirilganimizni ta'kidlaymiz. Taraflar taqdim etilgan hujjatlarning haqiqiyligini kafolatlantiriladi va hujjatning haqiqiyligiga to'liq javobgardirlar. Bu narsani o'zlari o'qib, o'rganib chiqib, shundan so'ng notarius bizni xonaga chaqirdi. Notarius xonasi biz chiqdik, chiqqanda shu koridor, o'sha kirib chiqishdagi zona chiqib, shuna o'ngga qayilib, chapga qayilganda notarius xonasi. Notarius xonasiga kirganimizda notarius o'zi o'tirganda, o'rganib o'qib chiqdinglarmi deb o'tirdi. Значит, 4 ta seri kreslolar bor edi notarius xonasida. 4 dona. Men notariusdan 10 qo'lga o'tirdim. Alimbayev Muhammad Amin notariusdan chap qo'lga o'tirdi. Onalari va farzandi bitta u yerda farzandi bo'lgan Jamila notariusi to'g'risida o'tirishgan. Xullas, notarius men batafsil unaqa to'g'ri tushunmayman. Sotib oluvchi Karimov Sanjar Bahrom o'g'li, sotuvchi Alimbayeva Shahlo deb polni nimadir qanaqadir kodekslarni nimadir juda bir nimadirlarni tushuntirdi. Taraflar rozimi deb keyin pulni endi oldi sotdi bo'lganini ko'rgan-ku. To'lovinglar oxirgacha bo'ldimi deb aytgandan so'ng ha deyishdi. Undan so'ng o'sha birinchi bo'lib men aniq esimda bor, arizaga birinchi bo'lib qizi qo'l qo'ydi.
qizi o'rganib o'qib chiqdingizmi deb o'zi o'qib o'sha yerda aytdi, propiskadan chiqib ketasizlar, bir oydan keyin bir oy ichida uylarni bo'shatishingiz kerak bo'ladi deb. Birinchi bo'lib aniq esimda qizi Alimbayeva Jamila qo'l qo'ydi, ikkinchi bo'lib otasi qo'l qo'ydi, uchinchi bo'lib o'sha onalari qo'l qo'ydi. Oxirida men qo'l qo'yganim aniq esimda bor. Hayron bo'ldimki, nimaga men oxirgi qo'l qo'yamman debdi. O'sha joyda ozgina o'zim aniq esimdaligi, nega men oxiri qo'l qo'yayotganim. Qo'l qo'yildi, familiya ism qo'yildi. Undan o'sha barmoq izlarini qo'yishdi. Barmoq izlarini qo'ygandan keyin barmoq izlari yaxshi bo'lmaganini artib, yana nimadir ham qo'yishdi. Undan so'ng SMS keladi deyishdi, qanaqadir SMS kutdik. Bitta SMS kelmadi, keyin ikkinchi marta SMSni o'sha esimda bor, SMS keldi. SMS kodini notariusga aytishdi. SMS kodini notariusga aytishgandan so'ng bular notarius aytdiki, tabriklayman Sanjarbek, xayrli qilsin, unga aytdiki, barakangizni bersin deb. Notariusdan so'ng menga eski xonadon egasi eski kadastrlarni ham hammasini o'z qo'li bilan qo'limga taqdim etdi. Eski chizma, hozir yangi kadastrlar QR kodli chiqqan-ku, u yerda salafanlik, kopyutkalik kadastrlar ham menda haligacha o'zimda bor. Shundan so'ng men chiqib mashinamga o'tirib ketdim. Ketganimdan so'ng menga qanaqadir vaqtdan so'ng Shahzod keldi. Shahzod kelib aytdiki, "Aka, pullaringizni ichi to'g'ri chiqibdi, aytib yuborishdi menga" deb aytdi. Aytdiki, "Meni safarim bor edi. O'shanga mashinamni sizga parkovkaga tashlab ketsam bo'ladimi?" deb mashinasini tashlab ketdi. Mashinasini tashlab ketgandan keyin bo'pti, xo'p deb men mashinasida bir video qildim. To'g'ri, bu video ommaviy axborotda ham bor. Video qilganimdan keyin mashinani o'zim parkovkamga qo'yib qo'ydim. Shundan keyin ish yuzasida meni asosiy faoliyatim, ishim Amerikada. Amerikaga uchib ketdim. Amerikadan uchib kelganimdan keyin, chunki men barakalashib qo'ygan dvoyorniy okam bilan ham aytdimki, "Aka, bir oy ularni muhlati bor. Bir oy muhlatidan so'ng bular chiqib ketgandan keyin men sizga uyingizni oformit qilib beraman, menga pulimni berasiz" deb kelishuv qilgan. Xullas uchib keldim. Bular vaqti keldi chiqib ketish. Bular vaqti chiqib kelgandan keyin men bularga telefon qildim. Bular menga hozir Shahzod kelishini kutyapmiz, nimadir ham deyishdi, men tushunmadim. Men prichom dedim bu yoqda. Keyin akam aytdiki, menga uyga ber, men proyekt qilaman. Chunki hozir baribir uyni buzish yo nimadir qilishdan oldin proyekt qilib olishim kerak, chizma qilishim kerak, ruxsatnoma buzishga olishim kerak. Shunga davay, uje men boshlashim kerak. Eski obyektimni uje tugatyapman, uje mijozam chiqdi deb aytdi. Men mana ikkinchi oldi sotish shartnomamda 11 sentyabr kuni oldi sotish shartnoma qilyapman. Ma'lumotga ko'ra 7 sentyabr kuni, chunki bular o'sha xonadonni bo'shatib ketish kerak. Bo'shatish kerak. Значит, 11 sentyabrda oldi sotish shartnoma qilib, men ushbu uyni sotib olganman. Sotib olganimdan so'ng bu odam sotib olgan klient aytayaptiki, vaqti kelibdi. Bularni vasilat qilib o'zing chiroyli tushuntirgin, o'zing aytgin deb. Men o'shanda bularni uyiga borganman. Assalomu alaykum. Bir oy o'tdi. O'shanga uyga bo'shatib qo'yishinglarni iltimos qilib qolardim deb. O'sha yerda otalari endi, "Hoy, qo'shni eshitma, men o'zimni yoqib boraman, o'zimni unaqa qilaman, buni o'zim o'lsam o'ligim mana chiqadi" deb shantaj boshladi. Men o'shandan keyin o'yladimki, bo'lmasa qonuniy ravishda men aytdimki, "Bo'ldi, xo'p, tushundim" deb. Ularga ham yomonlik gapirmasdan, ovozimni tovushini ko'tarmasdan, bo'lmasa qonun doirasida
Bo'lmasa gaplashib qo'ya qolaylik deb qayilib chiqib ketdi. Qayilib chiqib ketganimdan keyin so'ng 16-sentyabr kuni endi biz yurist olyapmiz. Men okamga aytganman, "Oka, deyapman, men bunaqa bular уже o'ligim chiqadi, bunaqa" deb tushuntirsam, "Слушай, qonuniy ravishda bo'lmasa biz baribir живем в правовом государстве, где есть закон" deb aytgandan so'ng biz yuristni nima qilishni boshladi. U okam yuristni nima qilishni boshladi. 16-sentyabr kuni xonadonimga, ofisimga Alimbayev, Muhammadamin o'zlari kelyaptilar. Qur'on kitobni ko'tarib, "Iltimos, o'g'lim, biz shu qizimni chiqib ketsak ham bitta kvartiradan uzatmaylik, qizimni uchastkadan chiroyli chiqaraylik, bizga biroz muhlat bering, bizga vaqt bering." Men aytdimki, "Kechirasiz" dedim, "Men уже u uylarni sotib oldim" dedim. "Men u uylarni egasi уже bo'lmayman" dedim. "U uyni qarindoshimga sotibsiz-ku" dedi. "Ha, to'g'ri, qarindoshim, lekin u qarindoshim u uy quradi, mana proyekt qilyapti hozir. O'sha yerga bir xil uy chiqaradi" deb. Undan keyin aytdiki, "Bo'pti, menga хотя бы vaqt bering" dedi. Noyabrgacha. Xo'p, bo'lmasa shu narsani rasmiy ravishda o'zingiz yozib bering, yoshingiz katta odam. Bo'ldi, yozib beraman dedi. Ikkita guvoh oldida, ikkita mana tilxat. Sizda ham shunaqa tilxat bor. Tilxatda endi nima deb yozilyapti? Men Alimbayev Muhammadamin shunaqa yilda, shunaqa yashayotgan adresida istiqomat qilaman. 7-avgust kuni oldi-sotdi shartnomasiga asosan men yashayotgan xonadonimdan oilam bilan 10-noyabrgacha shu xonadondan chiqib ketishga va'da va kafolat beraman. Endi ushbu vaqt ichida chiqib ketmasam, uyni qayta sotib olishga kafolat beraman. Uyning kelishilgan narxda egasi bilan kelishamiz. To'g'ri? Muhtaram eshituvchilar, bir narsani yana aytib o'taman. O'z vaqtida chiqib ketmasam, uyni qayta sotib olishga kafolat va va'da beraman deb tilxatda mana yozilyapti. Iltimos, mana shu tilxatni ham o'zlari o'qib chiqsinlar.